Assalomu alaykum do'stlar, bu mavzuyimiz lot haqida bo'ladi. Lot nima? Bozorda hamma narsa nimaga lotda hisoblanadi? Jahon moliya bozori global bozor bo'lganligi uchun bu bozorda banklar, fondlar, milliardlab dollar aylantiradigan yirik tizimlar ishlaydi. Agar har kim o'zicha savdo qilsa, bozor tartib bo'lmaydi. Shuning uchun barcha savdolar maxsus o'lchov birligi asosida amalga oshiriladi. Bu o'lchov birligi lot. Lot bu sizning savdoga kirayotgan hajmingiz. Bozorda hamma narsa standartlashtirilgan hajmda savdo qilinadi. Ya'ni siz 100 dollarlik oltin bering deb sotib olmaysiz. Bozor o'lchov birligiga ega. Endi lot hajmi haqida. Bir standart lot forex bozorida 100 ming birlik degani, ya'ni asosiy valyutaning 100 ming birligiga teng. 0,1 lot esa 10 ming birlik, 0,01 lot esa 1000 birlik degani. Euro USD juftligida bir lot ochsangiz 100 ming yevro savdo qilyapsiz degani. Bozor shunday qurilgan, hamma savdo ma'lum birliklarda bo'ladi. Forexda bir lot 100 ming birlik bo'lsa, oltinda bir lot 100 unsiya degani, neftda bir lot 1000 barrel degani, indekslarda kontrakt hajmi, kriptoda esa coin miqdori. Brokerga qarab coin miqdori har xil bo'ladi. Demak, lot bu bozorda savdo hajmini belgilaydigan asosiy o'lchov birligi.